Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga rasmli kitob Yog'och qo'nchoq Pinokoni o'qib bermoqchi. Bu kitob Italiya yozuvchisi Carlo Collodi tarafidan yozilgan ekan. Yog'och qo'nchoq Pinoko. Kichik bir kentda Jipto ismli namrat bir yog'ochchi yashaydi ekan. U hatto tushlarida bir o'g'li bo'lishini orzu qilar ekan. Bir kuni u "Men yog'och qo'nchoq yasab, ismini Pinoko qo'yaychi" deb o'ylabdi va xo'shallikdan vaqirab ketibdi. Jipto obdan yog'ochdan birini tanlab, uni o'yib, yo'nishga boshlabdi. U barliq hunarini ishga solib, eng chiroyli yog'och qo'nchoq yasamoqchi bo'ldi. Uzoq o'tmay, Jipto Pinokoning 2 putini yasab bo'ldi. Bu yog'och qo'nchoq 2 puti yasilib bo'lishi bilanla uyning ichida sakrab taqlashga boshlabdi. Abla chatoq bo'ldi. Pinoko ko'chaga qochib chiqib ketdi. Jipto darhol orqasidan qo'llab ko'chadan o'tib ketayotgan kishilar yog'och qo'nchoqning bundoq tez yugurganidan hayron bo'lishibdi. Uyga qaytib kirgandan keyin Pinoko dadasiga yaxshi bola bo'lib, tezroq rost bolaga aylanishga va'da beribdi. Va'dasini ishga oshirish uchun Pinoko maktabda o'qish kerak-da. Shuning bilan Jipto o'zining ming bir japoda yig'ib qo'ygan 5 lira tanga pulini chiqarib, Pinokoga elpa kitob sotib olishga beribdi. Pinoko intayin xo'shal bo'libdi. U dadasiga cho'qim kun o'tirishdan burun uyga qaytib kelishga ma'qul bo'libdi. Yo'lda uningga bir yog'och qo'nchoq teatrxonasi uchrabdi. U shu zamon kitob sotib olishni unutib, sahnaga chiqib, yangi hamrohlari bilan usulga tushib ketibdi. O'yin oxirlashgandan keyin bir to'kur tulki bilan qarg'u mushuk Pinokoning oldiga kelib, "Sening boy bo'lg'ing, qo'lingdagi 5 lira tanga pulni necha ming, hatto necha 10 ming liraga aylantirg'ing yo'qmi?" debdi. Bu chaqda hikoyamizning 5-dan tartibla Pinokoga agishib kelayotgan cheketga Pinokoga "Tulki bilan mushuk aldamchi, ularning gapiga ishonma" degan bo'lsa-mu, Pinoko uning gapiga quloq solmabdi. U faqat boy bo'lib, dadasini xo'shal qilishni o'ylabdi. Shundoq qilib, tulki bilan mushuk Pinokoni boshlab, g'aroyibotlar teg'i degan joyga elib ketdi. Pinoko bu ikki aldamchining ko'rsatmasi bo'yicha tangisini yerga ko'mib sug'uribdi. Birdan keyin bu yerdan cho'ng bir tub daraxt o'sib chiqdi. Daraxt xuddi 5-oyda bug'doyliqdagi bashaqlar bug'doy donlariga to'lib ketgandek tangi pullarga to'shib ketdi. Pinoko mushundaq shirin xayollar bilan g'aroyibotlar teg'idan vaqtincha ayrilib, dalaga o'ynag'ili ketibdi. Ammo u qaytib kelganda hech narsa unib chiqmabdi. Texmud nasbasqini uning heyliqi tangi pulini yo'qotdi. Ikki aldamchimi ko'zdan g'oyib bo'ldi. Qaranglar Pinokoga, pul nerede bu ko'ktatga o'xshash tersli unidi? Bichari yog'och qo'nchoq shundula cheketkining gapini anglamag'iniga pushaymon qildi. Pinoko hozir yolg'iz, yanida bir tiyinmi yo'q. Yana texi dadasidan bakla yiroqda. U yo'ldan ezib qopdi. O'zi yolg'iz, quyuq ham qorong'u o'rmonlikda necha kun minib yurib, ussab ham yerib ketibdi. Tuyuqsiz uning oldida bir parizat paydo bo'ldi. "Pinoko, sen gap anglaydigan, tirishchan, yaxshi bolami?" deb so'rabdi parizat. Shundoq deyalaymanki, dadam cho'qim mendan faxrlanadi" deb javob beribdi Pinoko. Uning gapi tugishiga burni uzrashga boshlabdi va to'xtamay uzraveribdi. "Qarasini" debdi parizat. Yolg'onchiliging birdan oshkorlanib qoldi. Xuddi burningdagla aniqdigina." Pinoko qo'rqib ketibdi. Taliga parizat sehrli toyiqi bilan birla silkib uning burnini asliga keltirib qo'yibdi. Oqko'ngil parizat Pinokoga uyiga ketadigan yo'lni ko'rsatib qo'yibdi.
Biroq Pinoko uyga qaytib kelganda har qancha qilibmi dadasini topolmabdi. Aslida ansirab, ichi titildab ketgan yog'ochchi yog'och qo'nchoqni izlab ketgan ekan. Kishilarning aytishicha, Jipto bir qo'lvoq yasab, o'g'lini izlab dengizga chiqib ketganmish. Shuningdan keyin hech kim uning qaytib kelganini ko'rmabdi. Acaba o qo'rqinchli yo'g'on bir biliqqa yem bo'lib ketganmidi? Pinoko aq ko'ngil ham botir bola ekan. Shunga u qandoq badal to'lishidan qat'iy nazar cho'qim suyimlik dadasining tepishni niyat qildi. U bir minutni kechiktirmay darhol dengizga qarab yo'lga chiqibdi. Cheketgimi sakragunicha uning orqasidan ergishibdi. Yo'lda uningga faqat o'ynashni o'ylaydigan kepsiz jon uchrabdi. "Yura Pinoko, men seni o'yinchoq dunyosiga opiraman. U yerda bolalar maktabda o'qimusmi bo'ladi? Kun bo'yi xo'shal-xorab o'ynab yurimiz", debdi u Pinokoga. Pinoko rad qilmoqchi bo'pti. Chunki u haqiqiy yaxshi balaga aylanaman deydi ekan, cho'qim dadasini izlab tepish kerak ekan. Ammo Pinoko bu qitimmi eziq turishga taqobil tura olmabdi. U kepsiz jonga ergishib, o'yinchoq dunyosiga ketdi. Bu yerga kelgandan keyin u ko'zlariga ishonmay qoldi. Nima degan cho'ng o'yinchoq maydoni bu? Bu yerda oylanma yog'och ot, har xil yaxshi o'yinchoqlarning hammasi bor ekan. O'ynab borganda qo'yib qo'yilgan pechina, ichimliklarni yeb-pissa bo'ladi ekan. Bolalar atdigandan kechgacha to'liq ko'ngilli o'ynaydi ekan. Pinokomu ixtiyorsiz o'ynashga kirishib ketdi. Ay, odamlar ahmoqona ishlarni qilganda vaqt nima degan tez o'tadi, ha? Ammo havo uchuq bir atdiganligi Pinoko uyg'onibla ikki qulqining alqandimi bakroq cho'ngib ketganligini bayqabdi. U tag'ayga aylanib qopdi. Mana bu maktabdan qochishni o'ylaydigan kepsizlarning jazosi. Pinoko gapmi qila olmabdi. Faqat tag'ayga o'xshash "iha" debla hongray olaydi ekan. Shu topda birasi uni qutqizib olgan bo'lsa, qandoq yaxshi bo'ladi, ha? Biroq hech kim undaq qilmabdi. Yilqi Parizatmi paydo bo'lmabdi. Uningga yordam qiladigan hech kim yo'q ekan. Faqat yilqi cheketkilar uningga to'xtamasdan "Tiz bo'l Pinoko, tiz bu yerdan qochib chiqib dadangni izla" deb askar deyveribdi. Cheketga yog'och qo'nchoqqa yo'l boshlabdi. Ular yuguribdi. Taki dengizning qirg'iqigacha yuguribdi. Orqasidan qo'g'lab kelganlar yetishib olaymi deb qopdi. Pinoko amalsiz dengizga sakradi. Tariga beliqlar g'ajilayotgandan keyin u tag'ay siyoqidan qutulib, yog'och qo'nchoq holatiga qaytibdi. Bo'ron chiqib, chaqmoq chiqayotgan, qattiq yomg'ir yog'ib, to'lqinlar o'rkashlayotgan dengizda u jelining boricha olib qarab yuzibdi. Ertasi saharda u oxiri dengiz to'lqinlari orasida midirlay olmay turgan bir parcha yolg'iz qiya toshni ko'ribdi. Parizatning qiya toshning ustida turib, qizg'inlik bilan o'zini chaqirayotganligini ko'rib, Pinoko hangdan qopdi. Parizatni ko'rish bilan tang hayajondan yuraklari selib, texmi kuchab Parizatga qarab uzildi. Ammo u yetib kelayli deb qolganda g'oyat zo'r bir kit tuyuqsizli dengiz ostidan sho'ng'ib chiqib Pinokoni yalmab Pinoko kitning qo'rsqog'i so'linib qopdi. Atrof qop-qorong'u bo'lg'achqa u nihoyat qo'rqibdi. Dal shu chaqda u kitning qo'rsqining to'van tarafida bir yo'ruqlikni ko'ribdi. Pinoko ehtiyot bilan bu yo'ruqlikqa yaqinlashibdi. U bir bovayning qo'lvoq parchalari orasida o'ltirganini ko'ribdi. U dadasi Jipto ekan. Pinoko dadasini ko'rib, qavatli xo'sh bo'lib ketibdi. Bu chaqda uning kallasiga faqat "Dadam bilan birlikda kitning qo'rsqidan chiqib ketamiz"
degan xiyolga kepti. "Hey Pinoko, biz cho'qim chiqib ketolmaymiz", debdi dadisi. Dal mush paytda kit tushkiribdi. Pinoko bütün kuchini ishga selib, dadisini tortib, kitning cho'ng echilgan og'ziga qarab etilibdi. Ular yugurib kitning tilining uchiga kepti va fursatni ching tutib, kitning odamni shurkandiradigan burutlari orasidan o'tib ketibdi. Nima degan qaltis? Ular o'ngishli holda qechib chiqibdi. Kit nihoyat g'azablanib ularni qo'g'labdi. Uning qahridan burnidan dahshatli to'lqin ko'tarilib ketibdi. Pinoko bilan dadisi bu shiddatli to'lqinlar orasida bütün kuchi bilan uzib, holidan ketibdi. Kit yetishib olayli deb qopdi. Shu paytda bir oltin baliq uzib kelib, ularni dumbisiga mindiribdi va kitdan tutuldirib qirg'oqqa chiqib qo'yibdi. Qirg'oqqa chiqqandan keyin Pinoko xotirjam bo'pti, biroq jipto qizib qopti. Uyga qaytadigan yo'l ustida ularga tilamchilik qilayotgan ikki ablah uchrabdi. Aslida bular heliqi tulki bilan mushuk ekan. Bu ikki aldamchi pulni xajlab bo'lib, yo'qsizlikdan tilamchilik qiladigan holga tushib qolgan ekan. Pinokoni ko'rib, tulki bilan mushuk yana hiyla ishlatmoqchi bo'pti. Ammo bu qatim Pinoko ularning gapiga quloqmi solmay yo'liga ketaveribdi. Ular oxiri uyga yetib kelibdi. Pinoko dadasining holidan intayin yaxshi xabar olibdi. Bu kunlarda u etizga berib ishlagandan boshqa yana sivat to'qib pul tepibdi. U yana texi xat o'qishni, yozishni o'rganib olibdi. Kunlar o'tib, Pinoko va'da qilganiga o'xshash gap anglaydigan, tirishchan, yaxshi balaga aylanibdi. Buningga agishib, Jiptoning kesilimi yaxshilanib ketibdi. Bir kuni kechida Pinoko g'alati bir tush ko'ribdi. Tushida uning oq ko'ngil vafodorligini mukofotlash uchun Parizat uning ilgari o'tkazgan barliq xatolarni kechirim qilyotgandek. Uyg'onganda Pinoko o'zining rostilla bir haqiqiy balaga aylanganligini ko'rib, hang-tang qopdi. Yaraysan Pinoko, agar sen yaxshi bola bo'lsang-la, hammani o'zgartiralaysan.